Assalomu alaykum. Qandaysizlar, mehribonlar? Mana bizning bultur bu yil solgan imoratimiz. Eshikning o'rtasida gullarim agar ko'rinayotgan bo'lsa. Mana Alloh inoyat qilib qolgan joylarni ham eson-omon bitkazib olsak ajab emas. Mana Lazir guruchidan chiroyli qilib osh qildik. Kecha ro'za ayyomida Hoji Shavkat akam ehson qilgan ekan. 20 kilo olib kelib berdi. Guruchni yaxshilab salomlashsang beryapti ekan dehqonlar bozorda. Qarang, bildingizmi shuni? Yaxshilab salomlashib olib kelib, mazza qilib osh yeng. Navruzimiz qutli barakatli kelsin, dehqonchiliklarimizning bororini barakasini bersin. Pomidor ko'chatlarimni ekib tashladim, biram javdirab chiroyli bo'lib turibdi. Ko'rsataymi? Mana. 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 Qalampir, baqlajon. Mana. 120 dan olib keldim donasini bozordan. Hozirgi vaqtda, momentda. 2 kun, 3 kun bo'ldi. Alloh ham qarashdi. G'aybidan yetkisin iloyim. Endi qolgan joylarimizni ham asta-asta Allohning inoyati bilan qilib olamiz-da. Lekin so'rayvering Allohdan. Faqat Alloh sizga bizga yorda. O'zi keng karamidan beraverar ekan. Qarang. Uyimizning shifrlarini qarang. Yangi deb o'ylaysizmi, eski deb o'ylaysizmi? Eskidan yangidan zo'r. Oldingi uyimizning shifrini bola chaqamman yuvib, stollarga qoqtirganmiz. Zo'rmi? Mana bir til o'rigim bor mana. Bitta, ikkita endi tepasidan gullayapti. Bir gullagan sovug'urdi. Yana gullayapti. Bu onaxonni bolalarni bir mehmon qilaman pishsam dedimi? Bo'pti, omon bo'ling.